Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz Yarit TV ko'rgan muxlislar, yana bir bor kanalimizga xush kelibsiz. Mana yana to'ylar davomi. Mana bugun ertalabdan yana kuyov tomon keladi, kelin olib ketishga. O'shanga tayyorgarlik. Qishloq aholilari hamma katta kichik kelishadi. Mana bu yerda go'sht, sabzi, piyoz to'g'rashyapti. Ha, Muroda. Bitta bosib turinglar, kanal rivoji uchun. İnşallah ko'raylikcha qancha trendga chiqadi shu videomiz. Qozon, choy, hamma narsa tayyor inshaalloh. Soat 9-8:30larda inshaalloh guruch damlashni ham video qilib qo'yamiz inshaalloh. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Mana do'stlar, endi shu oshga tayyorgarlik, ya'ni qudalar kelsa, mana 2 qozon osh pishadi. Mana bu bir qozon, bu bir qozon mana bu. Bo'lsa like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Havo holati ham bulut Afg'onistonda. Ya'ni yomg'ir yog'adigan bo'lib turibdi. Hamma yoq qop-qora. Mana esa piyoz tashladi, endi go'sht, sabzi, mayiz bularni keltirib, keyin birinchilar damlab, qudalar ham kelsa inshaalloh kelin mashinalarini videoga olib qo'yamiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Mana do'stlar, osh damlashni ham boshladik. Inshaalloh qudalarni kutib o'tiribmiz. 2 qozon osh. Kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Mana endi Xudo tomon ham kelyapti. Yana mehmonlar kuyov tomoni. Ya'ni bu yerda osh tayyor. Kelin olib ketish uchun mana qudalar kelishyapti. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing do'stlar. Mana kelin mashinasini ham ko'rsatamiz inshaalloh. Aman dayı, bak man dağdaki aldın yakın ne bileyim, evet, ini betul ne var? Mana do'stlar, qudalar kelib bo'lishdi. Endi oshni so'radilar. 2 qozon osh. Mana birozdan kelin mashinasini ham ko'rsatamiz. Ya'ni Afg'oniston turkmanlari qanaqa urf-odatlar bor. Masalan, qanday mashinani beza qilishadi, uni ham hammasini ko'rsatamiz do'stlar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing inshaalloh shu videomiz trendga chiqishi uchun. Mana esa osh 2 qozon. Shundaki o'qdan. Mana bordi. Mana do'stlar, turkmanlar to'ylari, urf-odatlari mana shu shaklda o'tirishib non yeydi. Mana shu shaklda nonni taqsimlab chiqishadi.
Mana do'stlar, kelin mashina. Mana shunaqa mashinani bezak qilishadi mana shu shaklda. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing do'stlar, mana bu ham non yeyish jarayoni. Hektarı yürüp böyle yardım ettik yazdım çıkın. Hektar yazdım çıkın. Mana do'stlar, bu ham non qo'yish jarayoni. Mana non xolos. Mana billahi ketdi Mehmet. Assalomu alaykum do'stlar. Yana bir bor. Mana bu qozondan qozonga almashtiryapti. Ya'ni bu ayollar uchun uyga olib ketadi bu qozonni. Murabiyaga yuklagan, ya'ni ortdan uyga olib ketish uchun. Like bosib qo'llab-quvvatlab qo'ying do'stlar. Mana bu yerda non yeyilib bo'ldi. Endi kelinni sarpalarni mashinalarga ortish kerak. Mana shu mashinalar tayyor turibdi. Mana bular. Aniq bilaman bu video rekord chiqmaydi. Chunki mana shunaqa qishloq joylarda video olinsa, hech qachon video rekord chiqmagan. Va hech kim bir-biriga tarqatmagan. Xullas, agarda mabodo video siz rekizdan chiqib qolsa, sizdan bir dona iltimosim, shundoq obunani bosib qo'ying jigar. Ha, mana shunaqa blogerlik sohasini hozir boshlayapman. O'tinglar akkauntimga, agar rekladan chiqib qolsa, o'tib shuni akkauntimga 5-6 videolarimga shuni like post, prosta komment yozib yuboringlar. Agar malollik kelmasa, obuna bo'lib qo'yasizlar o'rtoqlar. Hammaga esa rahmat. Men addu shu xursand bo'laman. Agarda men malollik kelmasa, obuna bo'lib qo'yasizlar. Esingizdan chiqmasin. Istoriyaga bitta reaksiya qoldirib videolarimga 4-5 ta like bosib yuboringlar, iltimos. Hammaga esa rahmat o'rtoqlar. Yuraverasizlar.